Chao do'stlar. Kecha hayotimda birinchi marotaba Angliya Premyer Ligasi o'yiniga tushdim. Men yashaydigan Lester shahri klubi o'z uyida Newcastle Unitedni qabul qildi. Ochig'i Lester jamoasining bu mavsumda ishlari yurishmayapti. Shuning uchun bugungi mening tashrifim ularga omad keltiradi deb o'ylagan. Xuddi eski o'zbek filmidagidek. Bugun Paxtakor komandasiga nimadir yetishmayapti. Raqiblar hujumchilarni alohida qaytarib o'tmoq lozim. Ammo adashgan ekanman. 10-daqiqadayoq hisob mamlakatga edi. Keyin Newcastle yana bitta urdi. To'ppa-tuzu o'ynab turuvding. Ha? Oyog'ingga qopqov tegishmay mana bizga uzat. Qoptormush olib yorib tashlaymizmi? Yutuq senda qolmaydimi? Afsuski, afsonaviy futbolchi Ruud van Nistelrooy qo'l jamoa hech narsa qila olmadi. Ammo men o'yindan va stadiondagi muhitdan juda ham mazza qildim. Xulosa, agar siz futbol muxlisi bo'lsangiz, hayotingizda bir marotaba bo'lsin APL o'yinlariga kirib ko'rishingiz kerak. Ishoning, ketkizgan vaqtingiz va pulingizga sira achinmaysiz. Rohatlanishingiz esa kafolatlanadi.